Mazlumlarning nidasi. Armanlarning sadası. Hürlük şeydalarının, vatan sevdalarının dava meydanı. Hürlük yolda izlengüçlerinin meknet bilgisi. Uygur Nidası Tor Radyosu. Uygur Nidası Tor Radyosu. Assalamu alaykum hürmetlik anlıqçılar. Anlavatqınыңlar Uygur Nidası Tor Radyosu. Mustamliki zulümüde emravatkan halkımızın ahuzarını dünyaya anlatış. Vatan içi sırtındaki halkımız təqdirge münasibetlik muhim haber, uçurlar ve mulahizlerden kişilerini haberdar kılış. Dinli bilimler, tarihimiz, esil edebi miraslarımız arkalık evlatlarda sağlam itiqad, gurur ve ana til sevgisi yetildiriş nişanı bilen Vatan davasida tegishlik majburiyatini ado qilishni maqsad qilgan Uygur Nidası Tor Radio televiziyasi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga oliy ehtirom va salomlarini yo'llaydi. Yuriki vatan deb so'qqan vijdon egalarining moddiy va ma'naviy qo'llashi bizning mavjudligimizning kafolatidir. Assalamu alaykum hürmetlik ana til ve el suyer qarindishim. Avlodlaringizga suyumlik payg'ambarimizni tunutishni, esil an'analarimizni o'rgatishni xohlamsiz? Undaq bo'lsa, sizga bir xo'sh xabarimiz bor. Tunji Uyg'urcha suratlik Siyrat o'smirlar jurnali nashr hayotiga boshladi. Jurnalimiz Payg'ambar alayhissalomning hayoti, ish faoliyatlari, hikoyalar, she'riyat gulzori, sayohat xotirasi, qiziqarli kartonlar, sahobalar hayotidan unchilar qatorliq rangdor sahifalar orqali o'smirlarimizning diqqatini jalb qilgusi. Siyrat o'smirlar jurnali fasllik bo'lib, har 3 oyda bir qatim siz bilan yuz ko'rishidir. Her son 60 bet etrafında Siyrat O'smirlar jurnalining davomli nashr qilinishi va taraqqiyoti sizning jurnalimizga mushtari bo'lib, yaqindan qo'llab-quvvatlashingizga bog'liq. Dunyoning har qaysi joylarida bu jurnal kirmagan birmi Uyg'ur oilasi qolmasligi uchun Siyrat O'smirlar jurnaliga mushtari bo'ling. Mushtari teping va tavsiya qiling. Tomchi ko'l bo'lur, qo'llasanglar taraqqiy qilur. Tirishchanlik bizdan, muvaffaqiyat Allohdandir. Kamoli ehtirom bilan Siyrat O'smirlar jurnali. Telefon numeri 0090 553 070 73 50. Ana til darsligiga xaridor chaqirish boshlandi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Ana til tashabbuschisi Abduvali Oyib efendi tarafidan tuzilgan Ana til darsligi nashrdan chiqish oldida turmoqda. Bu kitobdagi asarlarni avtor o'zi yozgan va Uyg'ur bolalar adabiyoti javharlari asosida ratlab chiqqan bo'lib, bolalarning yeshi, mijozi va qiziqishiga mos holda tuzilgan. Savodi yangi chiqqan, chali chiqqan va yiziqchilik saviyasi to'liqlashga muhtoj o'quvchilarga mos keladi. Kitob oddiy tildagi she'r, qo'shiq, hikoya, cho'chaklar bilan boshlanib tadrijiy beyib mavdu va bolalarni tabiiy ona til dunyosiga boshlab kirdi. Kitobda har darsdan keyingi ko'nikmalar va oylik sinoq savollardan tashkil topgan bo'lib, bolalar oilada o'rganib ketalaydi. Agar muhojiratdagi ona til kurslariga darslik qilinsa, unumi texmi yaxshi bo'ladi. Hamda oilada urf-odat, qoida-usul va madaniyat darsligi bo'lishga tamoman mos keladi. Bu kitobni keng doirada tarqalishi va har
har bir Uyg'ur oilasida bo'lishiga kapolat qilish uchun kitobning mazmuni, sifatiga alohida ahamiyat berish bilan birga Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda vakolatan sotuvchilar belgilandi. Turkiyaning Istanbul shahrida Safaköy va Zaytunburnu rayoniga setish nuqtasi ta'sis qilindi. Kitoblarning to'p tarqilishiga mas'ul xodim Nabijon Ala. Aloqa telefoni va WhatsApp nomeri 0090 535 84 86 039. İlxat adresi Artuç Buğra 2015@gmail.com. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Men Uyg'ur Nidosi Tor radiosi Keşmiş ve İbretler sahifəsinin riyasətçisi Qaraxan. Bu haftalik Keşmiş ve İbretler sahifimizde Muhammed Emin Buğra eserleri namlıq tarihi eserini anlatışını davamlaştırırız. Bu kitap merhum Muhammed Emin Buğra vafatının 50 yıllığı bağışlandı. Neşirge tayyorlovchi Abdujelil Turan. Talabnomamizning nusxasini 1944-yili 10 ayning 13 kunidagi Chinda eng ko'p o'qiladigan Dagunbo gazetida e'lon qildik. Talabnomamiz gazetda e'lon qilingandan keyin Çin jamoat fikrida buyuk bir hayajon qo'zg'aldi. Mutaassib o'qituvchilarimiz bizga qattiq radiya berib, yuqorqi hayajonni yo'qotishning chorasini izlashga boshladi. Bu çağrının cemaat fikriga matbuot orqali bizning o'tirg'a qo'ygan fikr va ko'z qarashlarimizni yolg'on ko'rsatadigan dalillarni o'tirg'a qo'yishdan iborat bo'lishi tabiiy edi. Buning uchun Çingofu boshliq o'qituvchilarimiz Çin tarixi, Turkiston tarixi va siyosati mutaxassisi deb atalgan professor Li Dongfangni bizga qarshi matbuot ko'rishi uchun maydonga chiqardi. Professor Li Dongfang Merkez gazetida uzun bir maqola e'lon qildi. Professor Li Dongfang maqolasida bizning loyihamizdagi turkchilik fikrimizni, yurtimizni Xinjiang demay Turkiston deb atalishi to'g'risidagi talabimizni va muxtoriyat talab qilganligimizni har xil dalillar bilan rad qilishga kirishgan edi. Men bu maqolani jumla rad qilib öz ko'z qarashlarimizning dalili uchun yangi dalillar bilan maqola yozib Merkez gazetida e'lon qildim. Professor Li Dongfang maqolamga javoban ikkinchi maqolasini e'lon qildi. Men uni rad qilib, texmo tafsili yana bir maqola e'lon qildim. Bu qalam ko'rishi biz uchun ko'p foydali bo'ldi. Chunki buningda tarafdor, betaraf va o'qituvchi Çin shaxsiyatlari meni g'olib va Li Dongfangni mag'lub deb baho berdi. Çinning cho'ng olimlari va siyosiy shaxsiyatlaridan mashhur Jan Bozan, mashhur yozuvchi Gomoro, professor Deng Chumin va professor Ma Zhongying boshliq ko'p kishilar uyimga kelib meni tabrikladi. Doktor Sun Fu, men buningdan keyin sizni turk deb atayman dedi. Çin taftish mahkamasi boshlig'i Yoyoren talabingizning amalga eshishiga qo'shila olmasammi, kuchlik ilmiy paketlaringiz oldida hurmat bilan egilaman dedi. Bu qalam ko'rishimiz tugamayla Chengdu shahrida ikki oliy maktab o'quvchilari namoyish o'tkazib, hukumatga 9 moddalik talabnoma sundi. Buning 9-moddasida Turkistonga muxtoriyat berilishi talab qilingan. O'qituvchilarimizga kelsak, Gomindang rahbarlaridan partiya tashkilot ministri Qin Lifu meni va Isa apandini ministerlikka chaqirib, qalam ko'rishimizni to'xtatishimizni talab qildi. Men shu javobni berdim. Millatimiz va xalqimizning qonuniy huquqlari masalasida bizga qarshi elib berilgan kurashda mudofaa vaziyati elishga majburmiz. Agar qarshi taraf hujum qilmasa, biz hujum qilmaymiz. Minister Professor Li amdi yozmusun. Sizningmi buningga bir narsa yozmasligingizni so'rayman. Yurt va millat haqidagi fikrlaringizni hukumatga berish foydaliroq bo'ladi dedi. Men qabul qildim. 2 kundan keyin mazkur ministerning
baş katibi Lao Mexuan efendi bizni bir yemek ziyafetiga chaqirdi. Bardik. Ziyafet zalida baş katib Lao yüzük kulib turgan ammo bek xijil bir kishini bizga tanishtirib, professor Li Dongfang ekanligini aytdi va bu ziyafet ikkinglarni do'st qilish uchun o'rinlashtirilgan edi. Ikkinglarning qalam ko'rishi Çinning ziyoli kishilarga Sharqiy Turkiston haqida ko'p bilimlar bag'ishladi. Agar do'stlik va birlikda ishlaydigan bo'lsanglar, texmi ko'p foydali bo'ladi dedi. Professor Li Dongfang bilan qo'l elishib qizg'in ko'rishdik. Professor Li o'z og'zi bilan mag'lub bo'lganligini e'tirof qildi. 1944-yili 10-oyda başlagan qalam ko'rishi 1945-yili atiyozda oxirlashdi. 1944-yilning oxirlarida Türkistanning shimolidagi Ili, Cho'chak va Altay viloyatlarida Çinga qarshi inqilob qo'zg'alib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati e'lon qilindi. Bu inqilob bizning Çin markazidagi qalam ko'rishimizga ma'naviy kuch bermoqda edi. Ko'rishimizdagi g'olibiyat va yurt ichidagi inqilobning o'qituvchilarini ojizlashtirib, bizga jasorat berganligi bek ochiq bir haqiqat edi. Biz bu fursatdan foydalanib 1945-yili 3-oyning 13-kuni Marshal Jiang Kaishi bilan ko'rishdik va Sharqiy Turkiston haqida uzun bir muzokara qilish orzuyimizning borligini bildirdik. Marshal nihoyat xo'shallik bilan qabul qildi va bir hafta ichida bizni muzokara uchun da'vat qiladiganligini aytdi. 18 mart oqshimiga ziyofat da'vati keldi. Mazkur oqshomda İsa efendi bilan ikkimiz bordik. Da'vat xususiy bo'lib, Rais Cumhur, Baş katibi, İchki ishlar ministri va Mongol Tibet komiteti raisidan boshqa odam yo'q edi. Rais Cumhur bütün söz ve talablaringlarni hiç tartınmasdan so'zlanglar. Belki Türkiston meselesini hal qilishga yaraydigan bir natijaga boramiz dedi. Men Türkçe so'zladim. İsa efendi Çinçe tercüme qildi. Oldi bilan Çinning Turkistondagi taxminan 2 asrlik hokimiyati tarixini, bu davr ichida Çin amaldorlarining zulmlarini ve bu zulmlarga qarshi Türkiston xalqining 36 qitimlik qonliq inqilobini so'zladim. Uningdan keyin Türkiston masalasini hal qilish choralarini so'zladim. Marshal so'zlarimni nihoyat diqqat va sabr bilan angladi. Muzokara 3,5 soat davom qildi. Oxirida Marshal bu suhbatdan mamnun bo'lganligini aytdi va haqiqatni ochiq so'zladingiz. Bugungi og'zaki talablaringlarni yezib menga rasmiy shaklda beringlar. Yaqinda ichiladigan Kuomintang partiyasi umumiy qurultayida muzokaraga qo'yib, bir natijaga yetkazayli, dedi. Marshalning bu so'zdan biz cho'ng umidlandik va darhol ishga kirishib, uzun bir kirish so'z va 16 moddalik bir loyiha hozirlab 29 martda Marshalga yo'lladik. Bu loyihada asosiy maqsad milliy muxtoriyat talabi. Türkistondagi inqilobchilar bilan Turkiston va Çinga foydali sulh qilish talabi va Turkistonning sobiq zolim valisi Shingsega jazo berish talablari edi. 4-oyning 6-kuni 1200 kishilik zalda ochilgan partiya umumiy qurultayga Çindagi Turkistonliklardan meni, Mas'ud efendini va Yo'lvos begni qatnashtirdi. Marshalga bergan loyihamizning qurultayga berilish umidi bilan 5 kunni o'tkazdik. Oxiri bu loyihaning qurultayga berilmaydiganligini anglab, darhol loyihadan bir nusxa tayyorladim. Çin qurultaylari qonunida a'zolardan 40 kishi qo'l qo'ygan loyihani majlisi e'lon qilishga va muzokaraga qo'yishga qurultay riyosat hay'ati, yig'inga riyosatchilik qilish hay'ati majbur edi. Shuning uchun loyihamizga qo'l qo'ydirish uchun tonigan a'zolarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Har kishi qo'l qo'yishdan qochmoqda edi.
ko'p qiyinchiliklardan keyin Tibet Moğol komiteti, chet eldagi Çin muhojirlari vakillari va ba'zi ziyolilardan 42 kishiga qo'l qo'ydirib, majlis riyosat hay'atiga berdim. Majlis riyosat hay'ati ilojsiz loyihamizni e'lon qildi. Chegara o'lkalari siyosiy komiteti ismli bir majlis komiteti qurilib, loyihamiz mazkur komitetga havola qilindi. Majlis riyosat hay'atidagi doktor Sunfoning tashabbusi bilan biz Türkistonliklardan 3 a'zo komitetga qatnashdik. Komitet 4 qitim yig'in o'tkazdi. Nihoyatda qattiq talash-tortishlar bo'ldi. Natijada ko'pchilik bizning foydamizga ovoz berdi. Majlis riyosat hay'ati komitetining bu qarorini qurultayga qo'yishga chidamay, Oliy komitet nomida 60 kishilik bir komitet tashkil qilib, loyihamizni bu komitetga topshirdi. Bu komitetda Harbiy ministr general Bey Jungshi, Ma'rif ministri Zhu Jiaohua, ijtimoiyat ministri Go Jingguang, Kuomintang partiya bosh kotibi general Wu Tiqing, Xalq siyosiy majlis bosh kotibi Shao Lizi va Hindistonda turishliq bosh elchi Lu Chaolun qatorliq muhim davlat arboblari bor edi. 4-oyning 15-kuni komitet majlisi ochildi. Shao Lizi raislikka saylandi. Shao Lizi bizga tarafdor demokrat bir kishi edi. Rais meni so'zga taklif qildi. 1 soat so'zlagan so'zimda loyihamiz haqida yetarlik izohat berdim. Mendan keyin general Bey Jungshi, general Wu Tiqing, Go Jingguanglar so'z elib loyihamizni qo'lladi. Lu Chaolun so'z elib loyihamizni shiddat bilan rad qildi. Men Lu Chaolunga javob berish uchun so'z haqqi talab qildim. Lekin Lu Chaolunning xonimi so'z qilishni talab qilganlikdan navbatni u xonimga o'tindim. Xonim erining so'zini rad qilib, loyihamizni qo'lladi va qattiq kulka, olqishlar bilan qarshilandi. Mening so'z qilishimga hojat qolmadi. Loyihamiz Lu Chaolunning qarshi ovozi va 59 qabul ovoz bilan ma'qullanib, riyosat hay'atiga qaytarildi. 4-oyning 16-kuni loyiha qurultayda o'qildi va guldiras olqishlar bilan qabul qilindi. Marshal Jiang Kaishi darhol loyihamizni qo'lga olib bir qancha daqiqa bir nimalar yozdi va takror o'qishga buyurdi va o'qildi. Muxtoriyat va buningga munosabatli moddalarni o'chirib Turkiston xalqining tiliga va diniga hurmat qilinadi. Iqtisodiy va madaniy ishlarga yordam qilinadi deb yozilibdi. Bu o'qilganda bek oz kishilar chavaq chaldi. Majlisning havosi intayin sovuq bir tus oldi va majlis raisi darhol yig'inni to'xtatganligini e'lon qildi. Men majlis raisining oldiga berib, marshalning qonunga rioya qilmagan bu qiliqiga norozilik bildirdim. Rais qo'rqinchi bilan menga tasalli bermakdan boshqa gap qila olmay, o'rindan turib chiqib ketdi. Ma'lum bo'ldiki, bizga o'qituvchi bo'lgan mutaassib unsurlarning ta'siri ostida qilib, bizga bergan va'dalardan yenilishga majbur bo'lgan marshal loyihamizni amaldan qoldirish uchun butun choralarni qo'llangan ekan. Maqsadi hosil bo'lmaganlikdan diktatorlik yo'li bilan loyihani amaldan qoldirishga jiddiy qaror bergan ekan. Atsi riyosat hay'atiga rasmiy norozilik maktubi topshirdik. Riyosat hay'ati rasmiy javob bermadi. Faqat riyosat hay'atidan 2 kishi ig'iz orqali afsuslanganligini bildirib, kelgusida sizga ko'p fursatlar keladi deb tasalli bergan bo'ldi. Bu qurultayda yuz bergan yana muhim bir hodisani bayon qilishni lozim ko'rdim. 4-oyning 18-kuni tushdan keyin Mas'ud apandi so'zga chiqdi. Sözüde 1934-1944 orasida umumiy vali ve başkomandan bo'lgan Shingsayning zulümlerini nihoyatda ta'sirlik ve fasohatlik so'zlar bilan anlattı. Sözünün ahırda bir çinlik bo'lgan bu valining
Türkiston xalqiga qilgan 10 asli tekstda 41 yillik vahshiyona zulmlari, Çin milletining 5000 yillik madaniyat tarixining yuziga o'chmas bir qora dog' chapladi. Acaba Çin milleti bu qora dog'ni o'chirib tashlash uchun g'ayrat qila oladimi? dedi. Meclistin güldiras alqışlar ve dehşetlik feryatlar götürüldü. Meclis tertibi buzuldu. Her taraftan Şingsayga ölüm degan avazlar yangrashga başladı. Meclis reisi 15 minutda aran tertibini asliga keltiraladi ve dam elish e'lon qildi. Shunimi unutmaylikki, Şingsaymu a'zolik sufati bilan meclisda bor edi. Biz dam elish asnosida o'rnimizdan qo'zg'almadik. A'zolarning bizni yana so'zga chiqib izohat berishimizni talab qilgan istak qog'ozlari yog'moqda edi. Shuning uchun yig'in boshlanganda Mas'ud apandi so'z talab qildi. Bu chaqda Şingsaymu so'z talab qildi. Biz Türkistonlik a'zolar Şingsayga sening so'z qilish haqqing yo'q deb vaqirdik. Meclis a'zolaridan 200 dek kishi turib, Şingsayga o'lim deb g'avg'o chiqardi va bir qancha yosh a'zolar Şingsayga hujum qildi. Derhal amallik saqlovchilar meclisga kirib hujumni to'xtatdi va Şingsayni meclisdan elib chiqib ketdi. Atsi Marshal Jankeyshi so'zga chiqib, Şingsay bo'lsa Turkistonni markaziy hukumat uchun qo'g'digan va markazga 50 ming sar oltin bergan bir kishidir. Shuning uchun a'zolarning uningga qarshi bo'lgan harakati xato dedi. Marshal so'zini tugutishi bilanla biz meclisdan chiqib ketdik. Tushdan keyingi yig'inga bir norozilik bayonoti tayyorlab bordik. Maqsadimiz bu norozilik bayonotini meclisga topshirib, meclisga qatnashmaydiganligimizni e'lon qilganligimizni butun a'zolarga bildirib chiqib ketish edi. Lekin Yo'lvas bey masalani general Beyjongshinga aytib qo'yibdi. Mas'ud bey va men meclisga kirishimizga general bey yenimizga kelib, norozilik bayonotnomasini bermasligimizni va meclisga qatnashishni davomlashtirishimizni talab qildi. Yo'lvas bey generalning talabini darhol qabul qilib, o'rniga berib o'ltirdi. Men chin turdim. Mas'ud bey aniq pozitsiya bildirmadi. Demak, men yolg'iz qoldim. Bu chaqda meclis qo'ng'iriqi chelindi. Men meclis zaliga kirib, rais o'rindiqining oldida turdim. Rais yig'inni boshladi. Bu chaqda men o'tirdagi yo'ldan menib, eng orqadagi eshikdan chiqib ketdim. Bu harakatim bilan Ig'izda yig'inga qatnashmaydiganligimni e'lon qilganga o'xshash bir uqum paydo qilgan bo'ldim. Mendek bir odamning chiqib ketishi hech kimning parvoyiga kelmaydiganligini bilatdim. Lekin o'z xiyolimcha vatanim uchun bir sharaf namoyishi qilishni lozim ko'rib, oqibatining nima bo'lishini o'ylamay bu harakatni qildim. Shu oqshimi Marshal Jankeyshi tarafidan bizni ziyofatga chaqirgan da'vat qog'ozi keldi. Ziyofatga bormaslikka qaror qildim. Bu chaqda bir necha do'stlarim kelib, mening bu ziyofatga berishim kerakligini aytdi. Chunki Marshal tunugunki nutqi haqida izohat berish uchun 1000 kishilik bir ziyofat o'rinlashtirgan ekan. Bizga izohatni anglab yiqish kerak deyishdi. Ertesi kechda ziyofatga bordik. Marshal bizni o'zi yuqorida o'ltirg'izib, go'yo bu ziyofat bizning sharafimizga berilganligini ko'rsatgan bo'ldi. Marshal nutq so'zlab bizga o'zri aytdi va Turkistonga tavajjuh alohida e'tibor beradiganligini bildirdi. Bu ziyofatning maqsadi mening meclisdan chiqib ketganligimning a'zolar orasida va xalq ichidagi afkor ommada hayajon paydo qilishning oldini olish edi.
Bu vaqadan umid qilgan natija chiqmagan bo'lsa-mu, afkor ommada shu ikki xil ta'sir paydo qildi. Birinchi, Turkiston masalasining Chin afkor ommasidagi ahamiyatsiz ko'rinishi yo'qolib, Chin siyosatida intayin muhim bir masala bo'lib maydonga chiqdi. Ikkinchi, Shinsayga qarshi nafrat tuyg'usining kuchayishini paydo qildi. Gomindang partiyasi ijroiya va taftish a'zolarini saylaganda Shinsay fikr birligi bilan ijroiya hay'at a'zoligidan elib tashlandi. Qadrli radio anglovchilar, keşmiş ve ibret sahifimiz mush yerda oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib anglab berganinglarga rahmat. Keyingi hafta ko'rishaylik.